Assalomu alaykum o'rtoqlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga tradingda yetisham strategiyasi deb ataladigan strategiyani o'tib bermoqchiman. Oldin aytib qo'yaman, kanalimiz endi faoliyatini boshladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib, videoni yaxshilab ko'rsanglar juda xursand bo'lardik. Bu strategiyani nega men birinchi boshladim? Bu birinchi videoyim bo'lgani uchun shuni aytib o'tib ketaman. Bu strategiya menimcha YouTube'da hali qo'yilmagan. Hozir bilmadim, lekin shaxsan o'zim oldin qidirib ko'rganimda YouTube'dan chiqmagan bu haqida, strategiya haqida videolar chiqmagan. O'shaning uchun men birinchi videoyimni yetisham strategiyasini boshlamoqchiman, lekin обязательно obuna bo'lib qo'yinglar sizlardan. Bu kanalimiz rivoji uchun juda katta foyda bo'ladi har bitta obuna. Xo'p. Bu bitta dars bilan to'xtab qolmaymiz, albatta. Boshqa darslar ham o'tamiz, Xudo xohlasa. Xo'p, bunda darsga o'tadigan bo'lsak, bu yetisham strategiyasi nima? Qanday ishlaydi? Bu juda ko'p valyuta paralarda, hamma valyuta paralarda ishlayveradi, lekin bu strategiya bir kunda bir marta ishlaydi. Va bu qarab olasizlar, aytdan UTC 5 manchda soatga qarab turasizlar. Bu o'sha faqatgina 1 soatlik time frame-da. Biz hozir golddamiz. O'sha gold USD-damiz. Endi qaranglar. Bu yerdamiz yetisham strategiyasini o'sha jihozi bizda 1757 bo'lsa, hozircha biz mana 16:00 dagina olib turaylik, mana 16:00 dagina olsak, mana bir kun bu oldingiroq ekan, bu endi shuna qilmaydi. Chunki bu yoqda uncha topa olmadim. Men o'zim topib qo'ygan edim sizlar uchun. Mana qaranglar. Xo'p, bu 16:00 dagi mana shakllangan svecha bo'lsa, 1 2 3 4 5 6 7 mana bungacha 7 ta bo'lgan. Endi mana bu yerda endi kirsanglar, mana to'rtburchak nima bor? 7-da shuni qaranglar, mana o'sha birinchi o'sha 16:00 da shakllangan svechamizdan o'sha 7 ta bo'lgan svechaga tortib olamiz va buni shamchalari o'sha shamchalarning soyalariga to'g'ri kelish kerak. Albatta uni minimumdan maksimumga tortib olamiz. Xo'p. Mana buni ham tortib oldik. Endi qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda bitta qoida bor. Mana bu bundoq ketgan. Masalan, endi qaranglar, bozorda shunaqa strategiya topib oldinglar. Endi bu mana bundoq ketdi. Bunda iloji boricha ishlamasanglarni maslahat beraman. Chunki bu juda hali ishlaydi, lekin bunda hali pastga stop-loss qo'yganimizda stop-losslar juda katta bo'lib ketib qolish ehtimoli bor. Ehtimoli ham yo'q, shuna katta bo'lib ketib qoladi. Asosan mana bundoq bo'lsa juda yaxshi bo'ladi, o'zingizlarga foyda bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Mana bo'lgandan keyin tortib oldik. Endi qaranglar. Bundan bitta liniya tortamiz. Bu liniyamiz 10 pips tepada bo'lishi kerak. Masalan, taxminan 10 pips bo'lsin. Mana buni tortib oldik. Nega 10 pips? 10 pips farq qilgandan keyin mana qaranglar. Bozor kun bo'yi mana chetgacha yetib keldi, buzdi. Demak, bozor kun bo'yi tepaga ketish ehtimoli bor. Ya'ni bayga bu silganib ketish ehtimoli bor. Hozircha bayga ko'rsataman men sizlarga. O silga ketgandan keyin shuni albatta teskarisi bo'ladi, tushunish qiyin emas. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerdan chiziq olamiz. Buni bundoq qilib tortamiz. Bu stop-losslari. Stop-losslari deb ataymiz. Xo'p, qaranglar mana. Xo'p, biz bayga ketganimiz uchun mana bu stop-lossimiz. Stop-loss buy. Xo'p, bunisi azina cho'zib ketib qoldi. Hop, uzr. Endi men o'tib qolgan ekan. Meningga. Endi qaranglar, buni ham stop loss bu sel uchun. Nega? Chunki aytdim endi aksinchasi, agar pastga ketsa stop loss tepada bo'ladi, bayga ketsa stop loss pastda bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar va mana bu ikkita chiziq 10 pipsda bo'lishi kerak yuqorida.
Pastda. Xo'p, endi qaranglar. Ularni qo'yib oldik. Demak, bozor boya ketgan. Biz endi Fibonacci'ni maksimumdan minimumga tortib olamiz. Bu Fibonacci mana 3-qatorda turadi. Bilsanglar, bu haqida dars olib chiqaman, xudo xohlasa. Xo'p, mana Fibonacci. Buni mana maksimumdan minimumga tortib olamiz o'sha chizgan chiziqlarimizga. Demak, qaranglar, Fibonacci urg'ularni ko'rib oldinglar. Mana suvsiz kirib, screenshot qo'ysanglar ham bo'ladi yoki shunga qarab to'g'rilab olsanglar ham bo'ladi. Mana meni urg'unim o'zi to'g'ri turibgan. Demak, mashina ko'rib olsanglar, shu Fibonacci'ni to'g'ri urgan 7-strategiyasi ishlab beruvchi urg'un. Xo'p, endi qaranglar. Fibonacci'ni tortib oldik. Nega Fibonacci tortdik? Fibonacci'da qaranglar, foydasi topgan bo'lsak, biz tek profitlarimizni aniqlab olishimiz mumkin. Mana bitdan kirdik bitimga. Tek profitni mana bitta urgan, ikkita tek profitni urib bergan. Ko'rasizlar-a? Tek profit shuni qo'yib olishimiz mumkin. Masalan, bitdan bitgacha berganda bitimlaringizni yarimdan yopishingiz mumkin. Masalan, ikkita chiziqdan bitim olsanglar, mana yarimni yopsanglar mumkin mana. Shu yerda ochiladi deylik. Hop. Demak, bu ishlab berdi mana. Ko'rib olinglar. Mana hali xudo xolasa Fibonacci haqida darslar ham o'tamiz. Mana ishlab bergan bu xohlagan valyutalar va valyutalarida bo'lishi mumkin. Faqat ishlab bersa, to'g'ri analiz qilinsa bo'ldi. Muhimi to'g'ri analiz qilish. Unutmanglar. Shuni xudo aytgan hamma detallarimni, hamma narsalarni esingizda qolsin. Videoni 1-2 marta ko'rishda maslahat beraman, o'shanda to'liq esda qoladi. Mana o'rtoqlar ko'rganingda ishlab berdi. Tepaga chiqqan. Yaxshi chiqib bergan. Xudo xohlasa trading darslarimiz juda ko'p bo'ladi. Birinchi o'zim sababini aytdim, negaligini birinchi yetisham strategiyasini o'tganimda. Agar xudo xohlasa tradingni boshidan kirishni ham o'tib beraman agar darslarni. Xo'p, sizlar bilan sniper trade bo'ldi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, обязательно like bosib, shuni videolarda ko'rib aktiv bo'lib turinglar. Kanalimiz yangi, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar kanalimiz rivoji uchun. Hammanglarga rahmat. Sizlar bilan sniper trade bo'ldi. Olg'a bosinglar. Rahmat hammanglarga.